mani o'rnimga siz qoldingiz. Bilib o'g'sinizga hamma ishlarni o'rgatib turarsiz, a? Haydaraveni. Xo'p, bo'ladi, oyijon, yaxshi borib keling. Eshitdingizmi, kelin poshsha? Oldimga tushing, hamma. O'zidan qaynona yasab oladigan ovsining. Hozirgi kelinlar bir beparasatda, tojimni. Hoy, kelin poshsha, nimalar qilyapsiz? Kir yuvmoqchiman. Mabodo svetga pul to'lamoqchi emasmisiz? Nimaga yuragim duk qilib uryapti desam, u yoqda shochi g'iz aylanib yotgan ekanda-ya. Ha, oilaviy byudjetga zarar-ku. Tog'onada yuvsangiz o'lasizmi? Voydod, biz ekanmiz-da, dor kiyimlarni qishin yozin muzdek suvda yuvadigan. O'lmagan bizni jonimiz. Tojimni. Hoy, kelin poshsha o'chiring mana ovozini. Tavba, bizani davrda spirgili bo'lardi. Egilib spirardik. Hozirgi yoshlar pilisos deydimi, kir mashina deydimi? O'lmagan mani jonim. Tojimni. Ye, opajon, men bu konditsionerim tokda ishlaydi. Oilaviy byudjetimizga zarar qilmasdan o'chirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? O'sha meni yedirmoqchi bo'ldi-da. Ovsinjon, bilardim. Bir kun meni yedirmoqchi bo'lishingizni biluvdim. Shunga ham Hoffman do'koniga borib, tokka tejaydigan hamyonbop hamda juda ham sifatli bo'lgan konditsionerni oldim. Oilaviy byudjetga zarar umuman yetgani yo'q. Bu uyda oilaviy byudjetni o'ylaydigan odam bitta menman. Bilmasangiz bilib oling, hamma. Kelin poshsha, siz men yelpig'ichni oling, miyangiz qizib ketibdi. Yelpib o'tirsangiz muzlab olasiz. O'rgiling. O'zim usulimi o'zimga yedirmoqchi bo'ldim. Ovsinjonlar o'xshamadi. Tojimni. Kelin emas sizga qiz bola